Bolajon she'riyati. Zulfiya Isroilova 1915-yilning 1-mart kuni Toshkent shahrida tavallud topgan. Shoiraning Hayot varaqlari nomli birinchi she'riy to'plami 1932-yilda nashr qilingan. Zulfiya Isroilova nomiga atab Zulfiya davlat mukofoti ham ta'sis qilingan. Ushbu mukofot iqtidorli qizlarga adabiyot, madaniyat, san'at, fan, ta'lim sohalaridagi alohida yutuqlari uchun beriladi. Bahor qo'ynidaman, yo'l bo'yidaman, cheksiz kengliklarning ko'ksida lola, naqd anor donalar sochiq yashnaydi. Lola sayrimizni buzish o'yida quyib berdi jala, toshdi shalola. Tabiat shu dam, naqd o'ktam shum bola, ufqdan ufqqa ko'prik tashlaydi. Menga ko'prik har neydan kerak, lolalarni ko'zga do'stlar tanbehin, bahor nafasila nonday olaman. Ne baxt yangi yo'lga chorlar kamalak. Yo'l qo'shiq insonlar qalbiga tag'in, yangi qahramonlik, mo'jiza daftin, zabt etmoqlik azmida jo'nab qolaman.